hurmatli tumandoshlar, har birlaringiz darvozalaringizda oldiga, ko'chalarda, ariqlar bo'yida, hovlilarda gullar ekinglar. Hech bir burchaklaringiz gulsiz qolmasin, biron chekka joylaringiz daraxtlarsiz qolmasin. Imkon darajada hammalaring yashil makonga o'z hissalaringizni qo'shinglar. Ham savob bo'ladi, ham o'zlaringga tozalikka, ekologiyaga, yoshlarimizga toza havo berishga bizga ham ko'magimiz qo'shiladi. Insonning kayfiyatini gul ko'taradi. Mana bizlar chiroyli qilib uzun tuman obodonlashtirish gullarini eka boshladik. Butun uzun xalqini, tumanni gul ekishga taklif qilamiz. Chiroyli qilib mahallalarimizni, tashkilotlarimizni, ko'chalarimizni obod qilishni taklif qilaman.